Siz nimaga keldingiz? Sindirgani, Nimani sindirgani? narxlarni. Men sindirib bo'ldim-ku 51 milliondan narxlarni. Bu Sergeli avtosaloni. Bu yerda eng arzon narxlar bo'lishi kerak. Cobaltning narxi boshlang'ich to'lovi 49 million bo'ladi. Вообще sindirib tashladingiz-ku narxlarni. Bo'g'irsolarim uchun kerak bo'lsa, buzib tashlayman. Bo'g'irsolarim, mana shu Cobaltlar narxlarini sindirib, sizlar uchun boshlang'ich to'lovni atigi 49 million so'mdan gaplashib berdim va oylik to'lov 3 million 367 ming so'mdan nima deyapti? Kayf deyapti. Ayolingizga 8-martga Cobalt Midnight sovg'a qilish nima deyapti? Boshlang'ich to'lovi atigi 4350 dollar va oylik to'lovi esa atigi 3 million 561 ming so'mdan nima deyapti? Bunisi ham, конечно, kayf deyapti.